aytamiz. Polvonni qadri, polvon eshik tinglang. Sirprizli nomi, polvonni qadri. Eshitding. Polvon otdan tushgandan keyin ham polvon. Esingizdan chiqarmang. Mana shu Husan akamning qadrdoni ukasi. Qani, anaqa. Sherzod polvon yaqinga keling. Sherzod polvonning qadrdoni ukasi. Mana shu Husan akamizga Lexus 570 nomli otda bergan Toshkentlik Zamon polvon 10 tuya 20 ta to'y 50 millionga tashladi bugungi to'yimizda. Eshitding. Zamon polvonga mana shu so'rimlarni barchasi hozir Hindistonda hozir polvon barcha summa Zamon polvon sog'ayish uchun больницаga yuboriladi. Kelinglar bir duo qilaylik deb amin. Zamon polvon sog'ayib ketgan qadrdon do'st Husan akam, Sherzod akam, senga shuncha aka, ukalar, qadrdonlar shuncha narsani butun Jizzax eli, G'alvar eli, Husan Tekir, Sherzod polvon barcha shuncha so'rimni seni sog'ayishing uchun, sog' salomat oilangga bosh bo'lishing uchun, mana shu O'zbekiston maydonida ot chopishing uchun mana shu qilingan barcha so'rimlarni Zamon polvonning Hindistonda davolanayotgan kartasiga tashladish bugun. Mana sizlarga men aytayapman shu gapni. Yana bir marta aytaman. 10 ta tuya, 20 ta to'y, 50 million so'm pul Husan Tekir nomidan, Sherzod polvon nomidan Zamon polvon sog'ayishni tashladi. Ilohim Zamonjon, sog' salomat bo'l. Yoningda turgan Rasuljon akaman bir duo so'radi. Singillari sog'ayib ketsin, doim sog' salomat bo'lib vatanimizga qaytsin. Sog'ayib oilalariga bosh bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Zamon polvon 10 tuya, 20 to'y, 50 millionga tashladi. Endi oxirgi qilaman. Tagaroling. Assalomu alaykum. Zamonjon, men seni yaxshi ko'raman. Sen qilgan yaxshiliging orqasida biz shuncha martaba topdik. Shuncha obro'ga ega bo'ldik. Mana shu bugun qo'yilgan joylarda hammasi Lexus 570 sharofati bilan bo'lgan. Ichida o'zi tashlaganlari bor, qolganlarini tashlatgan. O'sha Lexus 570 ni sen menga to'g'rilagansan, men elda ichida obro' topdim. Jahonjon, seni sog'ayishing uchun men duo qilaman. Zamonjon, seni sog'ayishing men duo qilaman. Sog'aygin, safimizga qaytgin. Biz seni kutamiz. Rahmat sizlarga, gap yo'q. Klass ishingiz. To'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Hello India. Rahmat. Kam bo'lmang, qismat.